Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun aytib bermoqchi bo'lganim voqea qismatning sirlari. Sehrdagi bir zulmat, qorong'ulik, yomonlik va onalarimizning duosining qudrati haqida bo'ladi. Bu qissa Jazoir davlatida, Aljerda, aniqrog'i Mag'rib, Marokko chegaralarida sodir bo'ladi. Buni menga ustozimiz Abduxon domla aytib berdilar. 1997-yilda ro'y bergan ekan. Menga qanday aytib berilgan bo'lsa, xuddi shunday sizga yetkazishga harakat qilaman. Bugungi qahramonimizni tirikchiligi o'rmondan o'tin terib, uni sotib, shuni orqasidan bola chaqasini boqar ekan. Bir kuni u odatdagidek o'rmonga kiradi, ammo nimadir uni ichkariga tortayotgandek, o'rmonning ichkarirog'iga kirishga chorlayotgandek bir turtki bor ichida. Qanday paydo bo'lganini bilmaydi. Go'yo shu ichkariga kir deganday bir nima bor. O'zi ham beixtiyor o'rmonni ichkarirog'iga kirib boradi. Bir daraxtni yoniga borganini aytadi. Endi o'tinchi bo'lgani uchun boltasini chiqarib, u qurigan daraxtni chopmoqchi bo'lib, shoxlarini sindirayotganda oldiga bir narsa top etib tushadi. Bir xaltaga o'xshagan bir narsa. Odam bu nima ekan degan bir qiziqish bilan, uni ehtiyotkorlik bilan oladi va ochib qarasa, ichida qanaqadir sochlar, shunga o'xshagan nimalardir. Darhol buni sehr bo'lishi mumkinligini tushunadi va u xaltani olib qishloqqa qaytadi va uni o'sha qishloqdagi domla buvalardan birini oldiga olib borib ko'rsatadi. Domla ham uni qo'rqib nima ekanligidan ichidagini sekin o'qiydi va tasdiqlaydiki, bu haqiqatan ham sehr qilingan ekan. Alloh hammamizga ofiyat bersin. Domla buva duolar o'qib, boyagi narsalarni ochishda davom etadi. Birinchi xaltaning ichidan boshqa bir xalta chiqadi. Uning ichida endi axlatlar bor. Badbo'y hidlar taralib turibdi. Juda sassiq narsalarga to'la. Ichida bo'lmay qoldi deydi. O'sha badbo'y xaltaning ichidan yana bir salafan xalta chiqadi. Uni ochishganda ichida bir chiroyli, kelishgan, ko'rkam bir yigitning rasmi turganini ko'rishadi. Endi rasmga deydi har yerdan ignalar sanchib tashlangan, videolarda, boshqa joylarda, gohida internetda ko'rib qolamiz-ku, shu ignalar sanchgan, boshqa bo'lgan. Domla buva boyagi rasmni tozalaydi, ignalardan boshqa duolar o'qib, uninalarni chiqarib tashlaydi. Keyin aytadiki, bu yigit, bu sehrlangan yigit shu atrofda bo'lish kerak, shu mahallalarning bittasida yashasa kerak. Sen uni qidirib topgin deb boyagi o'tinchiga vazifa beradi. O'tinchi ham rozi bo'ladi, rasmni cho'ntagiga solib atrofdagi qishloqlarni aylanib chiqadi. 2 oy mobaynida qidiradi, 2 oycha qidiradi, lekin yaqin atrofdagi qishloqlarning birortasidan nima qilmaydi, uni topa olmaydi.
endi oradan bir 2 oy o'tgach bir kuni o'zlarini qishlog'idan bir 10 kilometr uzoqlikdagi bir qishloqqa yo'l tushadi. U yerga boradi, masjidda namozini o'qiydi va xayoliga boyagi yigit keladi. Imom domladan bir so'rab ko'ray, balki bu qishloqdan biridir degan ma'noda domladan so'raydi. Domla ham rasmni ko'rishi bilan, ha, men bu bolani taniyman. Ana uy uni uyi deb u bolani uyini ko'rsatib yuboradi. O'tinchi o'sha uyga boradi, eshikni taqillatadi. Rasmni ko'rsatib, bu yigit shu yerda yashaydimi deb so'raydi. Uy egalari uni ichkariga taklif qilishadi. Ichkariga kirgandan keyin o'tinchi o'zini boshidan o'tgani, o'rmonga borgani, u xaltani topgani, ichidagi narsalar qanaqa ekanligi, igna sanchilgan rasmlar borligi, boshqa hammasini gapirib beradi. U sehrni qanday topilganini aytib beradi. Uydagilar, yigitning aka-ukalari, onasi juda hayron qolishadi. Oilasidagilar aytadiki, bizni ukamiz 10 yil oldin jinni bo'lib qolgandi. Hatto shu darajaga borib yetdiki, biz uni qafasga solib ushlab turishga majbur bo'ldik. Soch soqoli o'sib, yoniga hech kimni yaqinlashtirmay, hatto tirnoqlarni ham ololmaydigan bo'lib qoldik deb endi ular ham voqeani aytib berishadi. Va onasi aytadiki, 2 oy oldin subhanalloh shunaqa bir o'zgarish bo'ldiki, o'z-o'zidan soppasoq odamga aylanib qoldi. Onasi bu gapni tasdiqlab aytadi, 2 oy oldin ko'chada o'g'lining yoshlikda o'ynab katta bo'lgan o'rtoqlarini ko'rib qoldim deydi. Endi ularning ayrimlari uylandi, bola chaqali bo'ldi, boshqa. Yuragimdan bir og'riq o'tdi, bir g'am paydo bo'ldi yuragimda. Men o'lib ketaman yaqinda. Bu bolam kimga qoladi? deb bir iztirobga tushib qoldim. Shundan keyin joy namozini solib, ustida o'tirib ko'p duo qildim. Kechasi bormi, kunduzi bormi, namozlarimdan keyin to'xtamay duo qildim. Va ichimdan bir sezgi bor edi. Robbim menga juda yaqin ligini his qilib turardi. Keyin bu o'g'lim, qafasda saqlanayotgan o'g'lim o'sha 2 oy oldin nimaga meni bu yerga qamab qo'ygansizlar? Men hayvonmanmi? Nega menga hayvonga o'xshagan hayvondek muomala qilyapsizlar? deb gapirib qoldi. Va shundan keyin tuzaldi. Bu siz o'sha sehrni topgan vaqtga to'g'ri kelyapti deb onasi ko'zlarida yosh bilan gapirdi. Endi do'stlar, sehrning haromligini 1000 marta eshitganmiz. Qanaqa ofatlar keltirishini ham hayotda juda ko'p ko'rganmiz. Alloh hammamizni bir avvalo ofiyatda saqlasin. Sehrgarlarni oldiga borish, folbinni oldiga borish, ularga qanaqadir bir tumorlar qildirish, yo o'zi osib yurishi, yo bolalarga osib qo'yish, bu juda ham xatarli narsalar ekanligini ustozlarimiz 1000 marta takrorlashgan bizga. Hozir o'zi masalan musulmonlarning o'zining hayotidagi dard, alam yetarli-ku, to'g'rimi? O'sha sehrgarlarga borib
bolani otasiga, otani bolasiga, akani ukasiga, ukani akasiga, erni xotiniga, xotinni eriga, bir-biriga qayrayotganlar. Musulmonlarning zotan dardi yetarli-ku. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Uyalish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aniq qilib ta'kidlab aytganlar. Kim bir folbinning oldiga borib, folbinning aytganini tasdiqlaydigan bo'lsa, dinga kofir bo'ladi, dindan chiqadi deganlar. Bu boyagi o'yin qiladigan yengil narsa emas-ku. Bu juda jiddiy gap-ku. Alloh hammamizni muvaffaq qilsin. Diqqat bilan tinglaganinglar uchun rahmat. Buni shunchaki bir ogohlik, bir eslatma bo'lsin deb aytib berdik. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.